Farhod! Yugur! Nimaga tinchlik? Borganda aytaman, yugur tezlash. Nima yugurdik? Sinfga yangi qiz kelgan ekan. Shuni hammadan birinchi ko'raylik dedim-da. Chiqaylik, ha? Ishonasanmi? 2 kunda o'zim chiqib olaman. Men sizga ishonmaydigan bo'lib qoladi. Ayoq qisgan. Lola bunga jim qarab turadi deb o'ylaysan? Da, menimcha jim qarab turadi bo'ylayaptilar. Yo'q, qara. Kim telefonni yig'ishtirib qo'yinglar, shunaqa bemaza muzika bo'ladimi? Aşklar, ikkita asal. Qas. Yig'ishtir. Sinfga yangi qiz kelgan ekanmi? Tursunchi? Ismingiz nima? Shirin. Meniki Farhod. Yaxshi ham sohib jamol demadi. Meniki maxluq deydingmi? Kulma. Ustoz, hojatxonaga chiqib kelay. Beparasat shuni tashqariga chiqib kelatsang tushunaman-ku. Ustoz, tashqariga chiqib kelay. Hojatxonaga ham. Kulma. Darsda o'tiribsan. Ustoz nazoratchidan 5 qo'yib berarmikin-la? Ha, qo'yib beradi. Qo'yib beraman. Qo'yib bermasam kibr ekanman. O, menga qara, maslahatim Farhoddan uzoqroq yur. U bilan baribir Farhod va Shirin bo'la olmaysan. U narsa faqat ertaklarda bo'ladi.